bul masal. Roviylar andoq rivoyat qilurkim. Ilgarigi ayyom nofarjomda Farg'ona iqlimida Kayqubot otliq podshodan qolgan bir eski shahriston bor edi. Anda bir boyo'g'li degan vatan tutmush edi. Ammo aning havosi xush va bodi dilkash, sabza rayohin, anvoyi gullar, chechaklar kasritidan qo'rg'onga qo'ng'on chog'da tovusning parlardek turlanib, munaqqash ko'rinur edi. Va aning yonida bir yog'ochliq yerda yapaloq qush maskani, ota bobosidan qolgan joyi bor edi. Ammo boyo'g'lining bir qizi bor edi-ki, mehri havori yuziga banda edi. Orazidin shamsu qamardur xijil, so'zlaridin shahdu shakar munfayil. Hosili umri edi ul boyning, olti gunash bonu o'shal oyning. Va ul qiz oftobi olam tobdek har xomni pishirib, hech maxluq ani kunduzi ko'rmoqqa chorasi yo'q edi. Va ul qiz yuzini yashirur edi. Tobi haddiki alomati bulugʼ zohir bo'lib, tishi chiqib, ko'zi suzilib, ovozi buzilib, onasining to'g'ri so'zlaganiga egri so'zlay boshladi. Yapaloq qush qo'rqushni imlab olib, yonida o'tqizib aytdiki: Zonki dar ofoqzi barnoyu pir, hech kas az juft nadorat guzir. Bu dunyoda bo'lgan yosh qarining juftsiz bo'lishi uylanmasligi mumkin emas. Bizning qurratul aynimiz yetibdir. Bir yerda munosib maslahat qilali. Boy o'g'lining bir chiroyli qizi bor emish deb ayturlar. Bizning tarafdan sovchi bo'lib boring, har qancha qalin bo'lsa topilur. Anda qo'rqush aydi. Bor maqtansa topilur, yo'q maqtansa chopilur degan yaxshilarning masalidir. Boyo'g'lining og'zining burchidan chiqar. Ming chordevor qizimning qalini deb Holo podshohimiz Umarxon zamonlarida bir bo'sh chordevor topilmas. Uyalarimiz nechuk kun aytmishlar, yolg'on masal turmas. Uyat o'limdan qattiq. Yana aytmishlar, ermon yog'ochining egilgani, singani, yigitning uyalgani, o'lgani. Anda yapaloq qush aydi. Yigitning uyalgani, o'lgani. Anda yapaloq qush aydi. Men sizni bilimlik va mayniddin boxabar kishi fahmlab erdim. Karnaymisdin balg'am isdin bo'lurini bilmas ekansiz. Ko'r tutganini qo'ymas va kar eshitganini qo'ymas. Anda qo'rqush aytdi. Men xotun olmoq tamannosi g'arqobi emasman. Nechuk kim aytmishlar, dala tuzni suv olsa, qo'ng'ir g'ozda to'shidim. Quloqsizga so'z aytsang, qulog'ining toshidan. Anda yapaloq qush aytdi. Burnog'illar masaldiru kim, bitar ishning boshig'a, yaxshi kelur qoshig'a. Yana biri bulki, bemor tuzalgusi kelsa, tabib o'z oyog'i birla kelur. Anda qo'rqush aytdi. Bo'l, og'iz bo'lma, oyoq bo'l. Eshitmadingmi-ki, oyoq yugurigi oshqa, og'iz yugurigi boshqa. Sen kim? Boyo'g'lining eshigiga kishi yubormoq kim? Hech bilmasmisanki, tengi birla, tezak qopi birla. Anda yapaloq qush aytdi. Andin bizning nima kamligimiz bor? Anda qo'rqush aytdi. Borliqdan maqtanma. Maqtangan qiz to'yda uyalar. Va yana aytmishlar, o'zini maqtag'oni o'limning qorovuli. Sening ahvoling olamga ma'lumdir. Oyni etak birla yashursa bo'lurmi? Chumchuq semirsa botmon bo'lurmi? Ola ko'zanak ola bo'lsa ham arslon bo'lmas,
ola to'g'anoq olg'ur bo'lsa ham ahvoli ma'lum. Andi yapaloq qush aytdi. Ishtonsiz tizzasi yirtiqqa kular degandek, sen bizni faqir notavon ko'rdingmi? Bundan bexabar o'xsharsanki, cho'bni xor tutsang, ko'zga tushar. Bor, men birla so'zlashguncha, boyog'li birla so'zlashgil. Andi qo'rqush aytdi. Ey yapaloq, andoq bo'lsa kuyov bo'lur o'g'lingni otini aytg'il. Andi yapaloq qush aytdi. O'g'limning nomuborak oti Kulonkir sultondir. Andi qo'rqush aytur. Mundoq fahm va xirat sar manzilidan o'tgan kishilarni ko'rgan emasman. Echkuning oti Abdulkarim bo'lurga so'z kerak. Burungilar aning uchun ebi birlan so'zlaganning qurboni bo'l degan ekanlar. Kulonkir sulton ot qo'ymoq sening haddingmi? Bu ot xumo, uqob, qarchig'ay, bahrin, lochin, itolg'u qushlarning salotini durlar. Alarga munosib ot turur. Andi yapaloq qush aytdi. Ilgari o'tgan yaxshilar masaldur kim? Yaxshi nafas yarim mol. Bari bolamning asbobi kulonkorligi minqori bilan changalidan ma'lum va ravshan emasturmi? Andi qo'rqush aytdi. Rost aytursan. Qo'chqor bo'lur qo'zining peshonasi do'ng bo'lur. Og'o bo'lur yigitning peshonasi keng bo'lur. Chuchvarani xom sanabsan, o'xsharki, otasi urmas qo'ng'izni, bolasi urar to'ng'izni degan so'zga ishonma. Halvo degan birla og'iz chuchukmas. Takya bar joyi buzurgon notavon zad va g'azzob. Magar asbobi buzurgi xama omoda kuni ulug'larning joyiga suyanib behuda maqtanma. Avval ulug'likning hamma shartlarini tayyorla. Sening bu so'zing qarchig'aylik dag'dag'asi kulang boshiga tushib, durroch shikorin ixtiyor qilib, o'zi balchiqqa botib qolganga o'xshar. Ori haddidan har kishi kim ochsa, jazosi bundoq bo'lur. Bu so'zning tafsilini silsilat uz zahabdin top. Burungilar masaladirki, ayoz haddingni bil, barchani qo'y, o'zingni bil. Namangan shahri vayron, oti ulug', suprasi quruq. Uyda chaksa uni yo'q, tom boshida qo'sh tanur. Sichqon sig'mas inig'a, g'alvir bog'lar dumig'a degan iborat senga sodiq kelur. Andi yapaloq qush aytdi. Ey ko'r bas, kulang qarchig'a ishini qilurman deb balchiqqa botib o'lganini menga hikoyat qilursan. Man ham bino va nobino hikoyatin bilurmanki, nobino bino so'zini quloqqa olmay, o'z hijolatidan o'zini ilonga chaqtirib halok bo'ldi senga gapirsam. Bu muhim xayr kechga qolur. Bu hikoyatning bayon voqeasini istasang Kalila va Dimnadin top. Andi qo'rqush aytdi. Ey besabr, sen o'z yarog'ingni qilguncha sabr qilsang xo'pdir. Sabrni yaxshilar andoq ta'rif qilmishlarki, sabr bilan basta eshikdir kushod, sabr bilan topdi erallar murod. Sabr sening dardingga darmon bo'lur. Sabr bilan xor guliston bo'lur. Sho'ra zamin bog' ila bo'ston bo'lur. Basta eshik ochg'usidir sabr. Bil, sabr qilu, sabr qilu, sabr qil. Sabr qilish bilan yopiq eshik ochiladi. Sabr qilish bilan mardlar murodiga yetadi. Sabr sening dardingga darmon bo'ladi. Sabr bilan tikonli yerlar gulistonga, sho'rali yerlar bog' bo'stonga aylanadi. Yopiq eshik sabr qilish bilan ochiladi. Shuning uchun sabr qil va sabr qil. Va aytmishlarkim, sabr qilsang g'o'ridan halvo bitar, besabrlarga o'z oyog'idan yetar. Yapaloq qush aytdikim,
ori balog'i sabr. Qazog'i rozi bo'lmoqdan o'zga choram yo'q, lekin sabrning joyi bilan huzun va anduhdan bo'lak nimarsasi yo'q. Sabr qilib yaxshi ish qo'ldan ketsa o'xshamas. Andi qo'rqush aydi. Yomonga o'lim muhim xayr ishiga yuborur kishi bu nav bo'lur-ku. Eshitgan emasmisan-kim? Yaxshilar aytibdurlar-kim? Shirin-shirin so'zlasang ilon inidan chiqar. Achchiq-achchiq so'zlasang musulmon dinidan chiqar. Sening bu noshoista so'zingga bormasman. Tojikning bir masala borki, zo'ri behuda miyon meshkanat. Andi yapaloq qush aydi. Sen mannoun lil hayr. Sen yaxshilik qilishga to'sqinlik qiluvchiga o'xshaysan, o'xsharsan. Sendan sovuq hasad isi kelur. Andi qo'rqush aydi. Men sovuq hasad qarindosh emasman. Seni xo'p bilurman-kim, qalb qozoni qaynamas, qaynasa ham quyilmas derlar. Haramzodaning quyrug'i bir tutam. Menga ko'p yuz keltirsang, nechuk kun qadimgi yaxshilardan bir masal qolibdir. Yaxshilik qil, suvga sol. Suv bilmasa boliq bilur. Boliq bilmasa xoliq bilur. Avval borib Qulonkir sulton jamolini ko'rib, sovuq so'zini eshitib, tuzini totib, so'ngra borsam kerak deb Qulonkir sulton xizmatiga ravona bo'ldi. Yarim farsax yot borganda shul asnoda bir hut yuluqdi. Salomlashib aytdigim, Qaysi oshyoni balanddan parvoz qilding? Andi qo'rqush aydi. Parvozi bandagi bafazoyi namirasat. Ey xok, past bosh, baland osmon. Bandaning uchishi osmonga yetmaydi. Ey tuproq, past bo'l, osmon balanddir. Bizning parvozimiz ma'lumdir. Andi hut aytdi. Ey ko'r, men muammodan bexabarman. To'g'ri so'zing bo'lsa, so'zla, mofiz zamiring menga bayon qil. Andi qo'rqush aydi. Men yapaloq bebi sovchisidurman. Boyo'g'lining qiziga xastkorlikka borurman. Andi hut aytdi. Yapaloq qushning kam xiradligini endi bildim. Har oyni o'z jinsidan yapaloqlar qurg'ondek seni yubordim-u. Bilmasmisan kim? Yumruq bukilib sang bo'lmas, echki yugurib lang bo'lmas va yana kesgon oshga o'xsharmi yovg'on bo'lamuq. Sening serka tilarga lab lujing yo'q ekani ma'lum va mashhurdir. Va yana qo'lidan kelmas ishga uringan, najjorlik qilgan maymunga o'xshash rasvo bo'lma. Qo'rqush aydi. Shikoyat qil. Hut aydi. Bor edi Kashmir navohiyda tog', bog'i eram rashkidin ko'ksida dog'. Anda imoratga yaloqliq yag'och, 7 quloch bo'yi 12 quloch. Bor edi ko'p ne'matu alvonlari, xurram u ma'mur edi hayvonlari. Zulf kabi sumbulu xushbolari, rohati jon erdi oqar suvlari. Uydin ulug'roq edi bir gulbune, anda vatan tutmush edi maymune. Jon sotib o'zini o'yin etardi tan, o'qur edi qissai hubbul vatan. Bir kuni najjori xiratmandi fard, ko'ngli yag'och yo'qlig'idan qildi dard. Bordi o'shal toqqaki mafkuf edi, ezgu yag'ochlar anga ma'ruf edi. Shahrning zindonidan ozod o'lib, tog'ning shirinig'i farhod o'lib, so'nur edi o'zini tog' siravi, tog'ni o'qib dehlaviyu ma'navi. Yelini navkisarlarin qistari,
rasm edi najjor yag'och istari, egdi dili go'shasining pardasin, belg'a suqub teshi bilan arrasin, borib anga kesdi yag'och reshasin, qo'ydi o'shal yerda unutib teshasin, o'zga tog'ga bordi-yu kesdi yag'och, yormoqni qildi magar ul iloj, bolta bila bir uchini yordi ul, pona qo'yib tesha sari bordi ul, tushdi banogoh anga maymun ko'zi, oqilu dono sanab uldam o'zi, aytdi: ulus ichra bu bir kasbdir, kasbni boshina kiysang nasbdir, kiysai purzar emish elga hunar, behunar elni dedilar reshi har, mendahi najjorlikni o'rganay, bolalarim barchasiga o'rgatay. Jahd qilib turdi ravon borgali, ya'ni yag'och qolmishini yorg'ali, mindi yag'och ustiga najjordek, kosibi purkardayi purkordek, ketdi hunar shavqi bila g'ussasi, tushdi yag'och ayrisiga dumchasi, balki nedin bo'ldi tutilmoqligi, mumkin emas o'ldi qutulmoqligi, odami jinsida yo'q qissasi, qoldi aning dumchasining hissasi. Bilgilki, maymun najjorlik qilurman deb, qo'lga tushib ertadan kechgacha kaltak birla urib o'ynatib baloga giriftor bo'lgandek, sen ham muhim xayr ishini bitira olmay, Mulla Iso avliyo birla Abdurahmon oftobachidek xalqning la'nat so'zidan chiqmay yurma. Yomon isnot sendin qolur. Qo'rqush aytdi: Men ham bu ishda hammollikka ravom yo'q. Lekin taqdir bilur, odamiy ko'p hiyla-yu tadbir etar. Lek ishini oxiri taqdir etar. Sen tevaning bo'tasi, onasi birla munozara qilganidan xabarsiz o'xsharsan. Hudhud aytdi: Shikoyat qil. Qo'rqush aytdi: Bor edi Farg'onada bir sarbon, tevasi bor erdi tug'di nogahon. Ahlu ayoli aning bas erdi cho'g', ozuqidan kulbasida narsa yo'q. Hosili dunyo edi bir tevasi, emadigan orqasida bo'tasi. Bir kuni ul tevasini qo'mladi, ortadigan yuklarni jo'bladi. Yuki og'ir erdi va ham yo'l yiroq, o'rtadi toyloqini norifroq. Fazli Tamuz erdi, havo ko'p isiq, yo'lda temirdek edi qumlar qiziq. Och o'tina kuydi anodin judo, modarining mehrida erdi ado. Jahd ila yetmay anosin keynidin, qumda kuyardi g'ami ul sinidin. Og'ir yuki yo'lda o'shal sorbon, yo'lda cho'kurdi tuzatay deb ravon. Bo'tasi borib edi orqasidin, endi haroratlari yag'mosidin. Bo'zlanib aydi: halo berahim onam, kuydi-yu yondi tutashdi tanam. Asta yursang bo'lg'ay nag'am, sinai ustingdan emay dam-badam. Aytdi anosi bolasiga boqib, ko'zlarining yoshlari suvdek oqib. Ko'rki burunduq kishining qo'lida, bu kishining ko'zlari o'z yo'lida. Menda agar zarra kabi ixtiyor bo'lsa edi, bo'lmas edim zeri bor. Burung'ular masaladir kim? Qizni kim suymas, qimizni kim ichmas? Karnaychidan nima ketar? Bir puf. Anda Hudhud aytdi: Ori, amonat so'zga amin bo'lmoq yaxshilar mevasi turur. Sen dahi kulni o'z ko'moching ustiga tortma va bahodir duradgordek teshani o'z tarafingga chopma. Monandai arrabosh dar ilmi maosh, gohe suy hut mekashu gohe me posh. Mazmuni tirikchilik ilmida
arra singari bo'l. Ba'zan arrani o'z tomoningga tort, ba'zan qipiqni sochib yubor. Monandi arra bo'l, du jonibg'a, kammo haq kuhu tushub so'zlagil. Arraga o'xshagil, ikki tomonga adolat bilan so'zlagil. Al-qissa Qo'rqush yiqila surila Qulonkir sulton dargohiga ravona bo'lib, sar manziliga yetdi. Ko'rdikim, ajab shan shavkatlik borgohi bor ekanki, savsan ko'p til birlan aning vasfidan ojiz va har turliq muarrif ta'rifi aning sha'nida nochiz. Ko'rdi tikilgan edi bir borgoh, borgahi xisravi anjum sipoh, kungirasi ko'kka tegib o'rdalar, xayma u xirgohu saropardalar. Bir necha qushlar bila hamroz ulub, bulbulu qumri bila damsoz bo'lib, nag'mai qonunlig'ini soz etib, davi firavunliq og'oz etib. Qo'rqush bu asosiy balo qisyoni ko'rib, borgoh darvozasidan salom hay hay ovozining savlatidan kirolmay o'ltirib qoldi. Qulonkir sulton xizmatida bir kuykunak otliq qullari hozir edi. Qulonkir sultonning Qo'rqushga nazari tushib, kuykunakqa buyurdi-kim: "Borib, g'ulom gardishda o'ltirgan odamdan xabar ol. Muhtoj, mustamandmi, yo och va yalang'ochlikdan keldimu? Sazovori xayr bo'lsa, munda olib kel." Anda kuykunak ilgari qadam qo'yib, Qo'rqushning oldiga kelib aytdi-kim: Ey bobo, qaysi oshyoni balanddan parvoz qildingiz? Anda Qo'rqush kuykunakning takabburona so'zini anglab aytdi: Hey bolam, sen so'rg'uvchi bo'lguncha va men javob berguvchi bo'lguncha ikkimiz ham g'oyib bo'lsak yaxshidir. Anda kuykunak aytdi: Yaxshilar topib so'zlar degandek, ya'ni bizni arkon davlat orasida kichkina ko'rdingizmi? Kichkina demang bizni, ko'tarib uramiz sizni, yoyinki kuykunak o'z yerida g'oz olur ham o'rdak. O'zingni bilsang, birovni sher bil. Qo'rqush aning xuddonolig'ini anglab aytdi: Ey bolam, sen onasiga o'rgatgan o'g'ilga o'xsharsan. Burung'lar masaladirki, sigir suv ichguncha buzoq muz yalar. Mehmon bo'lsam, ta'zim qilsang lozim erdi. Nechuk kun aytmishlar: g'am hujum etganda besamonlig'im o'rtar meni. Mezbon xijlat chekar, har necha mehmondir tanish. Mehmon kutuvchi uy egasi mehmon har qancha tanish bo'lsa ham xijolat tortadi. Chunki shu mehmonning qanday qilib ko'nglini olishni o'ylaydi. Barakalloh, mehmonni siylamoqni sendan o'rgandim, dedi. Anda Qulonkir mehmonga ozor berganini anglab, kuykunakni jerkib, ko'zidan andoq nari soldi-kim, qayta ko'rmoqlik nomumkin bo'ldi. Bas, Qo'rqushni imlab, yonidan joy berib aytdi-kim: Ey bobo, xush kelibsiz. Ma'zur tuting va o'zingizdek kishilar deb turlarki, tanimasni siylamas.